Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Leksiyeni Washington'dan sözdavatımız, leksiyede sıdağa ediyoruz. Hazır dünyanın üç büyük siyaset mucizesi arlap yürüptü. Bunun birincisi biz ötken leksiyelerimizde toxtalgandek Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Moşu ayının ahirida Tokyoni ziyorat qilgandi yoki Tokyoda 7 davlat taraqqiy topgan davlatlar yig'iniga qatnashgan mezgilda Hiroshima orolini ziyorat qilamdi yo'q degan masala ustida to'xtalgan edi. Bugun endi Prezident Obamaning Hiroshima orolini ziyorat qilganligi qayd qilindi. Bu bir. İkincisi, bu yil 12 ayda 12 ayının 7. kunları buluşu mümkün. Pearl Harbor vakası, yoki Pearl Harborga tuyuqsiz hücum qilish vakası keltirib chiqargan ölüm yetim. Amerika askarları ve ofitserlarining ölüm yetim gününün 75 yılligini hatırlash günüde Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'ning Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib Pearl Harbor portida bu murasim qatnashadiganligi iborat siyosat mo'jizasi. Bunun üçüncüsü elbette biz başçılarla sözlep öttük. Bu mucize 5. ayının 6. günü Soçi'de Japonya'nın veziri Shinzo Abe bilen Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin görüştü. Ağzaki söhbetlerde yakın matbuatga anlatılgan matbuat aşkarlanan haberlerge dikkat kılın. Lekin bunun kayni tarafı yana qandaq işler var. Bu belki yakın kelgüsü de aşkar olup oturuğa çıkışı mümkün. Bu meselede ne mi dedi? 4. ayının 14. günü ve 4. ayının 21. günü Vladimir Putin 2 dünya uğraşıdan keyinki meseleler doğrusu da saklangan, esilip kalgan meseleler doğrusu da Japonya'nın veziri Shinzo Abe bilen görüşüdüganligini qayd qilgan. 3 mucize qo'shilibla 4. mucize bugün yetib keldi. O siyaset mucizesi nime? Ezelden avtonomiya, ali avtonomiya talep qilib kelayotgan Dalai Lama bu qatam Yaponiyada ziyorat qilgan mezgilde Tibet meselesini hal qilishning birdan-bir chiqish yo'li yoki birdan-bir chora usuli Avrupa ittifoqi shaklida bir taraf qilinishi kerak. Tibet meselesi şu vaqtda uzil-kesil hal bo'ladi dedi. Demek Dalai Lama moşundaq vaziyat aslida o'zining avtonomiya tashabbusdan voz kechtirmiyor. Lekin Dalai Lama qandaqlash yuraklik alda o'tirg'i chiqib Tibet meselesini Avrupa ittifoqi, Avrupa parlamenti birligi shaklida Asiyada moşundaq ittifoq, moşundaq birlik shaklida Jungo ile hamkorlashish, Jungo ile ittifoq tuzish sharti aslida Avrupa ittifaqıdak bir ittifaq quruş. Bundaqda meyli Tibet'le, meyli Şangan, meyli Tayvan, meyli Jungo, meyli Şinjan, Uyg'uriston, Sharq Turkiston mustaqil davlat bulup özünü ilan qilishi ve shuningdan keyin andin shundaq shartlar ve shundaq qonunlar asosida Junxo ittifoq ortak gavdisidan, mustaqil davlatlar ortak gavdisidan yoki Avropacha ittifoqdan shundaq bir birlikdan qurilish kerakligidan iborat shundaq siyosiy mintaqadan Dalai Lama dalolatbat. Bugun biz mushu mazmunlarni ko'rdigan holda leksiya so'zlaymiz, hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama mushu ayning oxiri Yaponiyani ziyorat qildi. Amerika Jungo munosabatiga o't ustiga sog' sepgandek bo'ladi. Mavzuda xabar 5. ayning 10. kuni Dongfang gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika bilan Jungo Janubiy Jungo dengizida elishni kuchaytirayotgan bu kunlarda Amerika'da Aqsaray Prezident Obama'nın şu ayının 27. günü Yaponiyaning Hiroshima orolini ziyorat qiladiganligini jakarladi. Atom bombası partlagan bu shaharni tunji qatam ziyorat qilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'lish sifati bilan Amerika Yaponiya munosabatini texmo kuchaytiradiganligini aks ettiribdi.
Prezident Obama muş ayının 27. gündü 28. günü Vietnam ve Yaponiya'nı ziyaret kıldı. Bu aralıkta Prezident Obama Yaponiyada terakki tapkan 7 devlet başlıklarının yığınına katlaşdı. Aralıkta 2. Dünya uruşı mezgilide Amerika armisi atom bombası taşıyan Hiroşima aralını ziyaret kıldı. Prezident Obama Hiroşima aralığı berip atom bombasının partlışı sebepli vafat bolgan 200 bin nefer vafat bolğuçunun hatırısını hatırlaş murasımıga katlaşdı. Yaponiyanın veziri Shinzo Abe ziyaret devamında Prezident Obama bilen birlikte boludu. Aksaray mundaq ta'kidledi. Prezident Obama'nın bu seferi Amerika'nın yadrosuz dünya kuruş aktif yolga koyuvatqanlığını görüstürdü. Atom bombası atqanlığı tüpeyli Prezident Obama Yaponiyadan keçürem soramaydı. Amerika 2. Dünya uruş mezgilidi Yaponiyaga atom bombası taşışı kerekmedi yoki emasmidi degan mesele bo'yicha ham izlanmaydi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Prezident Obama'nın Hiroşima aralını ziyaret qilishini qarshi oldi. Lekin muxbir Prezident Obama'nın Apple soruşunu ümit qilamdi yo'q deb savol qo'yganda vazir Shinzo Abe to'g'ridan to'g'ri javob qaytarmadi. 4. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi John Kerry terakki tapkan 7 devlet tashqi ishlar ministrlarining yig'iniga qatnashgan mezgilda Hiroşima arlig'i berib vafot bo'lganlarni xotirlash murosimiga qatnashgan. Hiroşimani ziyorat qilgan tunji davlat ishlar kotibi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Hiroşima arlig'ini ziyorat qilgan tunji davlat ishlar kotibi bo'lib qolgan edi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. John Kerry'nin bu qatimqi ziyarati Amerika davlat ishida munozara qo'zg'amadı. Biroq Prezident Obama'nın Yaponiyani ziyorat qilishini ilgari surdi. Prezident Obama Vietnamda Amerika-Vietnam munosabati to'g'risida nutq so'zlaydi. Bu axborot xabar. Demak, John Kerry'nin Yaponiyani ziyorat qilgan 7 davlat tashqi ishlar ministri yig'iniga qatnashganda Hiroşimaga berib xotirlash murosimiga qatnashganlik Amerika jamiyatida munozara qo'zg'amadi deydi. Biroq bu ish Prezident Obama'nın Hiroşima arlig'ini ziyorat qilishini yoki xotira sarig'i berishini keltirib chiqardi deydi. Shunga biz buni Osiyo Tinch okean rayonidagi tunji eng buyuk siyosiy mo'jiza deb hisoblaymiz. Bunun davamını keyinki muhokama, tahlil ve analizlerimizden anlaysınız.